Bugun Olimpiya shaharchasi volontyorlarni o'z bag'riga chorladi. Ya'ni bu yerda Biz birgamiz xalqaro volontyorlik festivalining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Biz esa ushbu ochilish marosimidagi jarayonlarni siz bilan bo'lishamiz. O'zbekiston volontyorlari juda ham ko'p loyihalarda faol tashabbuskor sifatida ishtirok etib, davlat tashkilotlariga katta yordam ko'rsatishyapti. O'zbekistonda ayniqsa mana ijtimoiy sohadagi volontyorlar safi kengayib boryapti. Bularning safiga yaqinda Qoraqalpog'istonda salomatlik volontyorlari ham qo'shildi. Мне большая честь сегодня открывать этот международный фестиваль. Biz O'zbekiston volontyorlar uyushmasini erkin volontyorlar harakatlari haqida Ijtimoiy xizmat milliy agentligi, Yoshlar agentligi, O'zbekiston volontyorlar assotsiatsiyasi tomonidan taqdim etildi. Juda ham chiroyli o'tibdi. Katta mehmonlar kelyapti. Juda ham ko'p davlatlardan kelgan mehmonlar, hamma xursand.